Hürmetlik radyo anlıqıcılar, adabiy anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bu qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Qaldırıb çöllərdə iz. Ay bu kunlarda ölüm degan nima qariq tugaga o'xshab qoldi. Tova, ona joduga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishchaligini nerdan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'z degan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo az yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Uzun qısqa paranlardan keyin boyliqqa qarg'a etish to'g'risida gap boshlanganda Saypung To'xti ranjigan ohangda mundaq dedi. Hey, bizning xalpam qiziq odamda. Eliqi Xo'janiyaz degan cho'riq cho'ngni maqtab, 7 qat osmonga chiqaribdi. 2 mangdam yerdagi daraxtga choplab qo'ygan yarmoqning to'shkiga kim atalmaydi? O'zlarini ot degan bo'lsa, uningdimi yiroqchikini atalaydilar. Qari Bo'suq sal o'ng'aysizlangandek qilib, yana viliga qarab qo'ydi-da. To'xtaxun aka. Xo'janiyaz palganga men qoyil jumo. Shuncha yiroqda turib, 5 dal o'qni bir to'shikdan o'tkazmak o'ng'ay emas. O'zlar degan osmon palakda uchib ketayotgan sanqarni chinivatgan artoslar, bu nima edi? Undoq deganlar bilan sanqara yamoqning to'shkidan qancha hasi yo'g'an tursa, gap uningda emas. Undoq bo'lsa xalpam nemishqa o'zlarini qo'shmoqdaydi. Odamning beshidagi tuxumni tamtirmay turib chinab tashlagan omon qo'lni maqtamadi-ku. Hay, bu gapga o'zlar aralashmislar? Husnarxon gap yondirmay chiroqni parlab qo'yib ketdi. Saypung To'xti Qora Bo'suq tarafga bir oz surilib, pasrak ovoz bilan mundaq dedi. Xotin kishining chechi uzun, aqli qisqa. Aman qo'l xalpamning eng yaqin kishisi tursa, uni maqtamaganga nim bo'pti? O o'ltirgan palta bo'sog'ini qopdi degandek, men o'zlarini talari qolmag'iydi deb g'am yetdiman. Hey, bu nima deganlar-da? O'zlaza ximir yaydigan xalodaklar tuzar ekanlar. Ketman deganni biz chapsaq, yetib yeydi Begzada deb tortquliqni biz tortib Otoqni boshqalar ilyotdi. Ishni biz boshlagan to'saq, qozonning beshiga Temir xalpa o'zi yolg'iz o'ltirib oldi. Xalpam deb qo'ysak, haddidan eshib ketyapti. Ona az deb, nadiki o'limtik bo'lib qolgan Sapar qo'l bilan ili palganmi bormi, Xo'janiyaz palganmi bormi, shularni yiniga tortib, qilib yegan ishlarini ko'midilarmi? Atog'an texiga o'xshaydi. Talamushki, o'ymushkini qo'g'lab chiqarmag'iydi deb gashat qilaman. Ay, voy to'xtaxun aka. Temir akamni biz o'zimiz xolab bosh qilgan tursak, hozir 3 kira bug'doy un tortdik. Hamma haqqa osh bo'ldi. Temir xalpa ar chiqib, 12 taqqa bosh bo'ldi degan naqshimi chiqibdi. Temir akam bosh bo'lmasa, biz tugining mayqida kechilib ketmasmidik. Gap bo'lsa, ochiqroq esila. Men hech nimani uqolmayapman. Gap tolafkam. Men o'zlarga taliq gaplarni aytmadim texe. Hammasini aytadigan bo'lsam, kecha uxlayolmaydilar. Xayr, o'zlarini Xudoyimga topshirdim. Xudoyimga omonat. Qora Bo'suq uni uzatib qo'yib, kalning girvigida g'angsini qattiq sho'rab o'ltirganda Husnarxon keldi. U aql ko'zi bilan qarab, erining ko'ngil parishonligiga tushib qolganligini tushandi cheg'i, yeniga o'ltirdi.
Uning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lib, ayollarga xos bir xil noz bilan erkalab mundaq deydi. Voy, ajabmi sho'rab ketdilar bu g'amsillarini. Tamaki degan shundoq tatliq nimami? Mas qilganmi tamaka, xas qilganmi tamaka, chechilib ketgan ko'nglimni yig'ib olgan tamaka deb, mo'shundoq vaqtlarda jiqroq sho'rib olgim keladi. Menga qarsila. Mollaning bismillahsidan belgilayik deb, o raski juhudning og'zi ichilish bilanla nima demoqchi bo'lganligini tuygan edim. Uning gapiga hargiz quloq solmasala. Jang desa osh tepib kelay, non tepib kelay degan bahona bilan ichkarga taqib qochadi. Jang to'xtasa, el ichiga yenib kelib qilmaydigani yo'q. Teha ba'zida yigitlik tutib, qiz jugallarga qosh etibmi qo'yir ekan. Ras, yilg'i qizil tovarni sizning yodinglarda bormi? Ravixon opam o'zagimni ko'rsatgan-ku. Ha, shuni qo'limga tutqizib, bir nimalarni deb deytmi aytgan texi. Qayrig'anda qayri tatoq, qiliqlari ondan ortiq degan shu. Bu to'limi joni yomon odam ekan. Qarisilarcha o'zlarini yuzlaridan maqtab, putlarga ho'lg'ish qo'yayotganini. Ko'nglida nima shaytonlar bor, Xudoyim biladi uni. Qari bo'suq hech nima demay, xotinining qo'lini tutgan peti xayolga cho'mib o'ltirib qoldi. 25-bob. Yang Jangjungning parasiti. Daraxtning qo'ziqini qurt yeydi doim. Tarixda misollar ko'pdir buningga. Mashhur rus yozuvchisi A.I. Kirilov. Rangi ro'yidan yoshliqida go'zallarning ko'zili, nozik karashmi beg'ining bir guli bo'lganligi bilinib turgan o'riq bir mo'may hayvatlik oltin taxt ustida xumar ko'zlarini suzib o'ltiradi. Uning beshida go'har ko'zlik oltin toj chaqnab turadi. Bu 1861-yili o'lgan Monjo xoni Shenfengning ikkinchi xonishi va 1889-yildan boshlab oxirgi Monjo xoni Guangshui xonni nazarband qilib, barliq huquqni o'z qo'liga kirgizib olgan xon ona Sishi Tayxu edi. Taxt oldida ko'rinishidan 40 yoshlardan oshgan bir tambal odam yuzi tuvan tizilib o'tiradi. Uning bir o'rmi chechi Manju sipoqlari kiydigan o'ri yoqiliq turdun pashmatning yoqisidan eshib, yon pishig'i tushib turadi. Bu Yunnanlik Yang Zongshen degan amaldor bo'lib, bugun uni xon ona qabul qilgan edi. Shu kundan e'tiboran Yang Zongshenning beshiga davlat qushi qo'nib, uning martabasi uchqandek o'rlashga boshladi. Ma'muriy jihatda nahiya boshlig'i. Harbiy amalda batalyon boshlig'i bo'lgan bu odam 1907-yili Xinjiangga kelib, Aqsu viloyatining valisi. Ondan Xinjiang o'lkalik adliya nazoratining naziri bo'lib qoldi. 1912-yili ili qo'zg'olonchilari mag'lub bo'lganda, Xinjiangning butun harbiy ma'muriy huquqi uning qo'liga o'tib, general qo'shimcha oliy ma'muriy sardor, o'lka raisi, qo'shimcha bosh qo'mondan degan nomlar bilan Xinjiangda 17 yil hukm surdi. U chaqlarda avom xalq uni Yang Jangjung deb ataydi. Bizmo kitobimizning mushu bobidan boshlab uni shu nom bilan atashni loyiq topdik. Bu odamning Jangjunglik taxtiga mengan kunlari Xinjiang vaziyatining qattiq davolg'ib turgan paytiga to'g'ri keldi. G'arbda ili qo'zg'oloni yengilgan bo'lsa-mu, inqilob yolqinlari hamon lovuldamoqda edi. Shimolda Mongol Xinjiang chegarasida qurolliq to'qinish yuz beryotdi. Sharqda Qumul dehqonlarining zulmga qarshi qo'zg'oloni avj olmoqda. Janubda bo'lsa, Gelo xuychilar Manju xalqining tarafdorlarini kechalari bo'g'izlab tashlab, hukumatga qattiq tahdid solmoqda edi. Bo'libmi, Qumul dehqonlar qo'zg'oloni butun Qumul rayonini silsilaga keltirmoqda. Uningdan ilhomlanib, Turpan, Pichan taraflarida dehqonlarning qurolliq qo'zg'olonlari boshlanib ketgan edi. Bu hol Yang Jangjungni qattiq beorom qildi. Shunga u, bu nima degan kelishmaslik?
Osman xudosi menga yeri keng. Boyliqim mo'l, xalqi nodon. Boshqurmoq oson bo'lgan Shinjongsinga hokim bo'lishni nisb qilganda taraf-tarafdan kushandilarim chiqib, ishni bozg'ili turdi. deb hasrat chekdi. Uning nazarida hammadan yomon xalq Temir xalqi edi. Agar bu xalqning oldi elinmasa, butun Shinjongda isyon boshlanib ketishi turg'anli gap. U chog'da qanday qilg'iliq? Shuning uchun hammadan burun bu o'tni o'chirish lozim. Amdi bu o'tni o'chirishning eng yaxshi chorasi nima? Masalan, biror uyga o't ketsa, uni suv ichib o'chirishga bo'ladi. Butun bir o'rmonga o't ketganda-chi, uni suv ichib o'chirgili bo'lamdi. Men bu Chanto degan xalqning mijozini obdan bilib qoldim. Bizning ko'ni tarix kitoblarimizda aytilgan Xuygo, ya'ni Uyg'ur degan xalq shu. Bu xalq yaxshiga yaxshi, yomonga yomon. Silih bo'lsang qo'ydek yavash, tishig'i tegsang yo'lvosdek itildigan xalq. Temir xalqimi shu xalqning avlodi. Shoh Maqsud bilan Yuandahua uning tishig'i tegib xato qildi. Itilayotgan yo'lvosni mushtlab o'ltirdigan Batur Wusong hozir nada? Aldirab tishig'i tegmay, uni silab siypab tutish lozim edi. Yo'lvos har qancha qo'rqinchli bo'lsa-mu, odamlar uni tutib qafasga solib olaydi-ku. Buning uchun pam-farosat kerak. Nepis Mashrang Mo'utdan to'liq harbiy kiyim kiyib, qo'lini orqaga tutgan Yang Changjong o'zining kang va yo'riq ishxonasida esil xotin gilimiga dasab salmoq mengib yuradi. Uning ko'kragidagi medal ordenlari, mo'risidagi yumaloq pagollarining zar po'piklari, o'ng do'lisidan ortildirib so'l yontishiga tushib turgan kang rangdor lentisi va belidagi tasma balbig'i derazalardan kirgan quyosh nurida yaltirab turadi. Amerika o'tki bilan shapkisining cho'qqisidagi oppoq pay po'pik uning bo'yini texmi egiz ko'rsatdi. Go'shtlik yuzi bilan yopma qopoq ko'zi va bir necha tal oq sanjilgan quyuq burati uning chiroyini texmi surlik ko'rsatib turadi. Cumhuriyet e'lon qilingandan keyin u yiliqi bir o'rma chechini tushirib atgan edi. U tamda esiqliq turgan Shinjang xaritasi oldida to'xtab, yana xayol surayotganda uning shaxsiy kotibi ijozat so'rab kirdi-da, Qumuldan jiddiy telegramma kelganligini ma'lum qildi. O'qi, dedi Yang Changjong kotibga qaramay turib. Janobi Changjong karamlarining kamini xodimi Bayvinchao huzur oliylariga shuni ma'lum qiladirmanki, buyruqqa binoan tog'dagi isyonchilarga nurg'un sovg'at bilan elchi chiqarib, hozircha shaharga bo'lgan hujumning oldi ilingan bo'lsa-mu, ular suhbat ustiliga kelishni rad qilib, o'zining burunqi gapida qattiq turmoqda. Shoh Maqsud Wang ularning talpiga ko'nidigandek emas. Ahvoldan qaraganda yaqinda shaharga hujum bo'lib kelish xavfi bor. Bu ishni qo'ral kuchi ishlatmay hal qilg'il bo'lmaydigandek turdi. Halbuki Qumulda ularga taqobil turg'udek harbiy kuch qolmadi. Shunga Urumchidan darhol kuchlik bir qo'shin avatilishi talab qilindi. Yang Changjong birdan o'ylanib turg'ach, "Qayri mushavir bilan mufattishni chaqir." ko'zoynak tartgan jivak bir qeri bilan egiz bo'yliq bir ofitser kirib, uning ishorati bilan ustaldagi telegramma qog'ozini o'qishga kirishdi. Bu ofitser qo'mondonlik mahkamasining polkovnik darajalik mufattishi Jang Sayting edi. Qani, o'ltiringlar, dedi Yang Changjong o'zini yumshoq divonga tashlab. Bu ishga qandoq maslahat bersizlar? Changjong oliylariga bu masalada maslahat berishga ojizlik qilaman, dedi ko'zoynaklik qeri beshini egib. Yo'q. Hozir sizlarning maslahatingizga muhtojman. Takalluf qilmanglar. Undaq bo'lsa, adabdan amri a'lo degan hikmat bo'yicha ojizona fikrlarimni bayon qilay. Menimcha, Ambal Bayvinchowning iltimosi o'rinliq. Bu haqqa ortiqcha yumshoqlik qilish kelishmaydi. Ularmo bizga o'xshash ma'rifatli millat bo'lgan bo'lsa, u chaqda davomli suhbatlashish joiz edi. Halbuki ular yovvoyi xalq. Xuddi to'ralgandan buyon egarilib boqmagan asovatga o'xshash. Asovatni rosa qamchilab yavaşlatgandilar, ondan egarlash mumkin. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Men mushavir janoblarning fikrini qo'llayman.
bu yovvoyilarning xo'rki o'sib qoldi. Rosa kelishtirib adibini berib qo'ymasak, bu o'lkani qandoq idora qilg'ili bo'ladi? Uning ustiga Barkol qo'mondoni Yi Shingfuning intiqomini olmasak bo'lamdi. Yang Zhangzhong qo'llarini orqasiga tutib, salmoq qadam bilan uyni bir aylanib chiqdi-da, ularning o'rnida to'xtab gap boshladi. Sizlarning mushundoq deydiganliklaringizni bilib turatdim. Zohiran qaraganda, sizlarning fikringlar to'g'ri. Bizga qarshi musht ko'tarishga jur'at qilgan bu yovvoyilarni qat'iy ujuqtirib, hammaga ibrat qilish, hech kim hech yerda hech qanday isyon qila olmaydigan vaziyatni yaratish bizning oldimizda turgan eng muhim vazifa. Meni ularga rahimdillik qilyotidi deb o'ylamsizlar. Yo'q. Men hargiz undaq emas. Men ofatni tüp yıldızdan qo'rtib tashlashning g'amini qilyapman. Shuni tushuninglarki, tadbir joyida bo'lsa, ish muvaffaqiyatli bo'ladi. Qoral kuchi bilan bostirish albatta eng unumli chora. Biroq qadimki donishmandlarning 3000 odamning kallasini kesish uchun 800 boshni qurbon berishga to'g'ri keladi degan hikmatli so'zni esinglardan hargiz chiqarmanglar. Shamaqstvon bilan Yi Shingfuning ularga jiq qoral berib qo'yganini unutib qolmanglar. Kendarining ko'ziga otqanlarmi shular? Shuning uchun ularning oldiga qilichimizni pulanitib borgandan ko'ra, qilichni choponning peshiga tiqib olib, yarishib qolaylik deb kulib borganimiz tuzuk. Kulib tursang, yo'l bosma tegmaydi degan gap bor. Qilich yonda isig'liq tursa, hamma odam ko'rdi. Uni ko'ngilga yoshirsang, shayotullarni sezolmaydi. Mana buning iti farosat. Jangda kuchga emas, farosatga to'yinish lozim. Bir odam kuch bilan 10 raqibini yengolmagan bilan, farosat bilan 10 ming raqibga taqobil tura oladi. Baya mushavir asov otni misol keltirib, uni qamchilab turib egarlash lozim dedi. Menimcha, asov otni qamchilashga qaraganda dumbisini asta silab turib, egarlab olish osonroq. Tukni yetishig'i silsa, asov otmi yavaşlab qoladi. Maqsad uni egarlab minib olish bo'lgandan keyin ishning osiniga turgan yaxshi. Qeri mushavir bilan mufattish uning bu donishmandligiga qoyil bo'lgandek boshlarini tinmay ling'ishib o'ltirdi. Shuning uchun siz mufattishni 2 kun ichida yo'lga chiqishga buyurayman. Bayvincho bilan Shamaqstvonga mening gaplarimni aniq tushuntiring. O'zingiz tashabbuskorlik bilan yerliklardan loyiq odamlarni tepib, yarish to'g'risida to'mirga elchilik chiqiring. Qancha rasxot ketsin mayli. Lazım tepilganda o'zingizmi chiqing. Gap nihoyat yumshoq bo'lsin. Qurot o'zining yumshoqligi bilan har qanday qattiq yog'ochni yevtida emasmi? Muvofiq paytda Hofiz Yingjang bilan Niyoz Yingjangning cheriklarini radga silib, 3 batalyon avatiman. Bu Uyg'ur musulmon batalyonlari taqqa yiqinlashmay, Iroqda baron ko'zitib turdi. Agar Temur yaxshilikchi al bo'lmasa, yana bir to'pchi va piyodalar batalyoni yetib bordi. O chaqda qilichimizni qonga qancha ko'p milisak shuncha yaxshi. Uyg'ur musulmon batalyonlari degan gapni anglab, qeyri mushavir bilan mufattishning ko'zlari chekchiyib ketdi. Zhangzhong alilari, bu Uyg'ur musulmon sheriklarga ishengili bo'lamdi. Bu xalqning o'zida qog'ining ko'zini cho'qimaydi degan gap bor ekan-ku. Men shunday o'ylayman. Zhangzhong alilarining Uyg'ur musulmonlaridan askar ilib, hatto ularni mustaqil batalyon qilib qo'yganlarga bizning yuqori darajalik arboblarimiz ichida fikr ko'p. Yang Zhangzhong kulib ketdi va o'zini yumshoq divonga tashlab, xotirjam so'zlashga boshladi. Shundoq. Ba'zi arboblarning bu masalada menga qarshi fikrda ekanligini bilaman. Ular Xinjiangning ahvolini bilmagachga, mening Uyg'ur musulmon batalyonlarini tashkil qilishdan burun tashkillangan 5 Uyg'ur musulmon batalyonining ili isyonchilarini bostirishda qanchalik muhim rol o'ynaganligini sizlar yaxshi bilasizlar. Sizlar mening eng ishonchli kishilarim bo'lg'achqa, sizlarga ochiq aytay. Mening Uyg'ur musulmon batalyonlarini tashkil qilishdagi birinchi maqsadim shular orqali o'z xanzolarimizni tizginlashdan iborat. Chunki ishkirdan chiqqan amaldorlar, askar va ko'chmanlar bu yerga kelgandan keyin menga qarshi quturaydi. Atalmış Sunjungshan maslikini targ'ib qilib, parokandichilik tug'dirdi. To'g'risi, mendan huquq talashidi. Bundoq bo'lganda, bu o'lkani uzun muddat tinch omon idora qilg'ili bo'lmaydi. Demak, Xinjiangga keladigan ofat yerlik xalqdan emas,
ichkirdan eqib chiqqan amaldorlar, askar va ko'chmanlardan keladi va kelyapmoqda. Shunga ularning orasiga yerlik xalqdan ilingan askarlardan tiqib etmiguncha Şinjanning omonligini saqlashdan mangu umid yo'q. Uyg'urlarni Xanzularni Uyg'urlarga qarshi qilib qo'ygandilar, bu maqsadga yetkili bo'ladi. Men Xanzu, Uyg'ur, Qozoq, Mongol va boshqa millatlarning ittifoqlashib kelishidan nihoyat qo'rqaman. Ma'rif bilan ko'zi ichilib kelishidan texmi qo'rqaman. Millatlar ong saviylik bo'lib ittifoqlashib olsa, ularni boshqurmoq tas. Nadan holati bilinib tursa, idora qilmoq oson. Shunga qaysi jihatdan bo'lmasin, kuch tangponligini saqlash muvofiq. Ularni hargiz cho'ng ittifoqlikqa ega qildirmaslik lozim. Shundoq bo'lganda har qaysi o'z g'imi bilan bo'lib ketib, isyon qila olmaydigan bo'ladi. Ikkinchidan, Uyg'urlarda o'z go'shini o'z yig'i bilan qo'rish degan gapning borligini angladim. Darvaqa qo'yning go'shini o'zining yig'i bilan qo'risa, ham tatliq, ham tejashlik bo'ladi ekan. Uyg'urlar yana sepi o'zidan degan gapi bor ekan. Buning ma'nosi odatda paltining sepi yog'ochdan bo'ladi. Palti berib yog'ochni kesidi degan gap bo'ladi ekan. Darvaqa paltining sepi temir yoki boshqa metalldan bo'lsa, qo'lni qiqib og'ritadi. Shundoq bo'lgandan keyin, agar Uyg'ur musulmon fuqarolar isyon ko'tirsa, masalan, Qumuldagi temir bilan Turpandagi mo'ydinga o'xshash, ularni o'z kishilarining qo'li bilan bostirganda bir chalmada ikki paxtak so'qsan. Ya'ni o'lguchimi, o'ltirguchimi shularning o'zi bo'ladi. Sening qo'lingga qon yuqmaydi. Bu qadimki donishmandlarning yotning qo'li bilan idora qilish degan so'zning dal o'zi. Demak, Uyg'ur musulmonlardan foydalanishni bilmasa, meni Şinjanda putirab tura olishim mumkin emas. Sizlar aytgan arboblar mendan norozi bo'lgan bilan Uyg'ur musulmonlar meni Xaojangjun deb maqtayotdi. Bu arboblarni bir kuni bo'lmas bir kuni tushunib qoladi. Shu gaplardan 2 kun keyin mufattish Jang Sayting Yangjangjuning Ambal Bayvincho bilan Shah Maqsud Wangga yozgan maxsus xatlarni elib, bir necha muhofizatchi bilan oldirash yo'lga chiqdi. Ularni Qumulga tezroq yetib borsin deb Jangjung Yamuldan har biriga 2 dan ot qo'shib berildi. Mufattish Jang Sayting yo'lga chiqishdan bir kun burun Yangjang Bayvinchoga jiddiy telegramma yo'llatdi. Bu telegramma bir necha eg'iz so'zli iborat edi. Mening shaxsiy vakilim yetib borguncha To'mirni elchilik yo'li bilan gapga tutib turinglar. Hargiz uni chig'i tegib qo'ymanglar. 26-bob. Fojianing boshlanishi. Odam qancha kuchli bo'lsa, uning hayoti shuncha ig'ir bo'ladi. Eliyot dastonidan ilindi. Bu telegramma Bayvinchoni nihoyatda xafa qildi. U ochchig'ini Apyundan olmoqchi bo'lgandek, yenicha yetib Apyun g'ansini qattiq sho'ridi-da. Elchi, yana elchi avat kerakman texe. Bu yavoylarga elchi emas, endi o'qchi avatish lozim. Deb ko'tildab ketdi. Ammo nima chora? Bu Yangjangjuning farmoni. Shunga Bayvincho To'mirni suhbat ustiliga da'vat qilishga, yana elchi chiqarishga majbur bo'ldi. Biroq To'mir xalpa bu qitimmu elchilarni qabul qilmadi. Bu ahvol Bayvinchoning o'g'isini texmi qaynatib etdi. Bu kunlarda To'mir xalpining ko'ngli parishon edi. Chunki o'z yaqinlaridan bo'lgan Sayping to'xtining niyatini buzib, goh ochiq, goh yoshirin qutirab yurganligi To'mirga ma'lum edi. Sayping to'xtining Temraxon xalpi bo'lib murodiga yetdi. Bo'lmasa, nemishqi shaharga hujum qilib, Shamaqsni o'rib etmaydi. degan g'arazlik gaplarga bir qism kishilarning, hatto qori bo'siq bilan Xo'janiyaz Polgonning ishinib qolganligi hammadan qattiqroq alam qiladi. Axir To'mir xalpa Sayping to'xti bilan 100 turani so'zlashibni ko'rdi. Ammo u ming yerdan qasam ichib, o'rdakka suv yo'qmagandek hech qaysi gapni bo'yniga olmadi. 500 yilqa 200 to'gi masalasiga kelganda, tirikmi pul kerak, o'likmi pul. Undaq bo'lmasa, nemishqi jondan kechib, bu yig'liqni qilyapti emas. Men unchilikni olgan bo'lsam, qolg'ini turibdi-ku. Ishchilik olganga daryoning suvi tugab ketamdi. deb bezirib turib oldi. To'mir xalpa ochchig'iga chidamay,
Hey to'xta. Sen nima qilay deysan, ha? Shuncha qarindoshlarimizning issiq qonlari mushundoq ishlar uchun oqqanmidi? Men boshda sana hajab ishinib ketibdiman. Hamma gunoh o'zimda. deb barmoqini tishlab o'ziga qaytdi. Ammo Safarqul aytgandek, badanga chiqqan bu kuydirgini vaqtida dog'lab etmasa, oqibati yomon bo'ladiganligini bilib tursa-mu, bu ishga faqat qo'li bormaydi. Uning ustiga inisi Shokirning Turpandan elib kelgan xabarlarimi Temir qalbining ko'nglini parishon qilmoqda. Shokirning aytishicha, u Turpandagi Mo'ydin xalqining uyida yiliqi Gamaza Tungan bilan uchrashibdi. Gamaza Tungan Urumchidagi bir muncha ahvollarni so'zlab beribdi. Yuanshkay Junhua Mingo vaqtliq markaziy hukumati nomidan Xinjiangdagi Vangonglarning barliq imtiyozlarini saqlash, ularni qo'g'dash to'g'risida Yang Changjongga buyruq tushiribdi. Yang Changjong Shamaqsutni qo'g'dab qilish uchun nurg'un cherik to'plab etibdi. Demak, Shamaqsutni o'rib o'tgan taqdirdami Vanglik tuzum yanada saqlanib qoladi ekan. Shamaqsut taxtdan tushsa, o'rniga uning o'g'li Vang bo'ladi ekan. Shunga bu qandoq gap bo'ldi? Hey, men Urumchidagi chog'da Gamaza Tunganning uyida ko'rishgan heliqi odam Junhua Mingo qurilsa xonliq tugaydi. Bir xon o'lsa, o'rniga o'g'li xon bo'ladigan ishlar qolmaydi. Vanglarmi shundoq bo'ladi demaganmidi? Endi uni deganidek bo'lmay qoldi-ku. Bu Junhua Mingoning ichki yuzi bormi nima? Ichkiriga bir xil, bizga bir xil qaraydigan. Shu odam hozir nerda ekan? Buni bir so'rab baqsam bo'ladi. Temir xalpa ana shundoq ko'ngil parishonligi bilan nima qilishini bilolmay turgan kunlarda Yang Changjongning shaxsiy vakili Jang Saytning qumulg'iga kelib, darhol o'z ishiga kirishdi. U Ambal bilan Shamaqsutga Yang Changjongning xatlarini topshirgandan tashqari, Changjongning donishmandligini bir muncha maqtab, toqqa yana elchi chiqarishni talab qildi. Bu qaytam elchilikka tanlangan yerlik mo'tivarlar ichida o'limalardan boshqa Hasan Bola Hoji bilan Shoh Ahmadboy degan kishi bor edi. Shoh Ahmadboy Qumulda yerlashib qolgan tatar savdogarlardan bo'lib, o'zi uqumishli kishi edi. Bu o'tir bo'y kelgan kang peshonalik, seriq soqol kishini Qumul tog'liqlarimi to'naydi. Chunki har yili tog' rayonlaridan nurg'un miqdorda yung, tera, uchay ilib Urumchidagi rus fermalariga o'tkazatdi va bu fermalardan gazlama, qand, shakar, sham, saranga, kirsin qatorliq mollarni ilib Qumulga keltirdi. Bu sudada Shamaqsut, Hasan Bola Hoji va Shoh Ahmadboy bir shirkat bo'lib, asosiy mablag' Shamaqsutning edi. Aniq bir hujjatga ma'lumotga qaraganda, Vangning yolg'iz mushu bir shirkatga qo'shgan mablag'i 8000 yambul, 10,000 sarkumush oqchiga yetgan. Temir xalpa qo'zg'alon ko'tirgandan boshlab tog' yo'llari etilib qolg'achqa, bu shirkatning xammol manbasi uzilib qolgan. Shuning uchun Shoh Ahmadboymu Hasan Bola Hojiga o'xshashla qo'zg'alonning tinch yo'l bilan bir yoqliq qilinib, tog' yo'llarining echilishiga taqozo edi. Shu sababdan Shoh Ahmadboy elchi bo'lishga darhol rozilik bildirdi. Ammo xuddi Hasan Bola Hoji tunji qatim elchilikka chiqargan chaqda Noshirvon tejining bosh elchi bo'lishini talab qilgandek, Shoh Ahmadboymu bu qatim elchilar tarkibiga Nuruz Tamulining kirgizilishini o'tindi. Chunki Nuruz Tamulining mahkama-i shar'iyada muqim vazifasi bo'lsa-mu, uzun yillik mudarrislik qilish jarayonida nurg'un shogird yetishtirib, o'zining ilm axloqi bilan xalq ichida yuqori obro'ga erishganligini u yaxshi biladi. Uning fikricha, Temir xalqiga faqat musha odamlar ta'sir ko'rsatilishi mumkin edi. Mufattish Jang Sayting Shoh Ahmadboyning bu izohlarini anglagandan keyin uning taklifiga darhol qo'shildi. Biroq Nuruz Tamulla Hoshir tejining suiqasdi bilan xelidan beri zindonda yotadi. Shamaqsut Mufattish Jang Saytingning gapini yera olmay, Nuruz Tamullani zindondan chiqarishga majbur bo'ldi va uningdan kechirim so'rab ahvolni tushuntirdi. Chingan hojamning iltifotiga rahmat. Afsuski, tog'dagi qarindoshlarning oldiga berib, qo'linglardagi yarog'ni tashlab, Yang Changjongga al bo'linglar deyishga mening tilim bormaydi.
dedi Nuruz damolla mag'rur qiyofatda. Hay, undaq demislar damollam. Chingan xo'jam bilan Yangjangjonga xizmat qilish biz fuqarolarning zimmamizdagi qarz. O'tgan ulug'lar kimki o'z xalqining dushmaniga xizmat qilsa, u rahmat o'rniga la'nat anglaydi degan. Meni bu ishga zo'rlamasizlar bay. Bu qandaq gap? Biz xizmat qilsak, o'z poyshoyimizga qilamiz emasmi? To'g'ri deydilar. Ammo Shayx Sahti rahmatulloh alayhi mundaq degan. Padişahlar xizmat qilishning ikki tarafi bor. Birinchisi qo'rsoq to'ydirish, ikkinchisi o'lim. Halbuki hozir meningda qo'rsoq to'ydirish tamasi yo'q. Yeydig'inimni yedim, ichdig'inimni ichdim. Endi o'z nafsim uchun o'z qarindoshlarimni o'z tilim bilan bog'lab berishga ojizlik qilaman. Undaq bo'lsa, sizga o'lim joiz bo'lib qoldi. dedi Shamaqsud soqolni siqimlab. Shundaq taqsir. Shayx Sahti hazratlari yana agar obi hayotni obro'yga sotadigan bo'lsa, aqlli kishilar uni olmaydi. Chunki pastkashlik va haqorat bilan yashagandan izzat va obro'y bilan o'lgan yaxshi degan edi. So'rinni jimjitlik bosdi. Shamaqsudning ko'zlari chanig'idan chiqib ketay dedi. Hoshir tayji Nuruz damollaga ostirdan olib o'ltirdi. To'nchi orqali hamma gapni anglab o'ltirgan mufattish Nuruz damollaga diqqat bilan qarab, "Tova, bu yovvoyi haq ichida mundaq odamlarmi borkan? Buni tunji qitim ko'ryapman. Temir degan isyonchimi shundoq bo'lsa kerak. Agar bu haqning hammasi, hatto 20 mushu odamlardek bo'lib ketsa, ularni kim bo'ysundira oladi? Yo'q, bundaqlarning birini tirik qo'ymaslik kerak." Shamaqsud o'rnidan chachrab qo'pib, "Mirg'azab!" deb varqiradi. Mufattish Jangsayting, "Sabr qilishlarini tilayman. Hozircha uning lozimi bor. Keyin o'ltirsakmi kechikkan bo'lmaymiz." Nuruz damolla yana zindonga tashlandi. Temir xalpa bu qitim Shah Ahmadboy boshchiligidagi elchilarni shaxsan o'zi qabul qilgan bo'lsa-mu, suhbatdan hech qanday natija chiqmadi. Temir xalpa Shamaqsudning jazoq tuzumi bekor qilinsin. Bizmi boshqa millatlar bilan teng huquqda yashaydigan bo'lishimiz kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, so'qish qilamiz, so'qishqan. deb turib oldi va faqat elchilarning "Savdogarlar 12 tog'ning qaysisiga chiqsa, buningga yo'l bersanglar" degan birli talabiga rozilik bildirdi. "Biz shu kamgacha hech kimning yo'lini to'sig'imiz yo'q. Yo'lni to'sig'anlar vaqning odamlari." Amaliyotda bu masalaning o'tirg'i tushganligidan Temir xalpa nihoyat xushal edi. Chunki bu kunlarda qo'zg'olonchilar ochliq va boshqa lozimatliklardan qisilib turadi. Shahar va yezilardan kelib qo'shilganlar bu oila va urug' tuqqanlar bilan xabarlasholmay qolgan edi. Elchilar qaytib kelib ahvolni ma'lum qilganda mufattish Jangsayting xushal bo'lib ketdi. U bu yaxshi boshlanish bo'pti. Sizlarda musulmonchilik asta-asta degan maqol borligini angladim. Bu kali harvisida to'shqan tutish degan gapga biroz o'xshaydi ekan. Hozircha shunchalik yumshigan bo'lsa, buni Jangjo janoblariga darhol ma'lum qilish kerak. Shamaqsud Bangmu rozi bo'ldi. Tog' yo'llarining echilganligi savdogarlardan to'liq dehqonlarni xushal qildi. Chunki ular tog'dagi qarindoshlariga avatadigan sovg'a salomlarini bu kamgacha nihoyat tasdiqda, hatto jondan kechib turib aran-aran yetkazib turadi. Shunga ular "Endi Hoshir Tejining odamlari tog' tarafga nimishqa qording deb qamchi bilan savab yurmas." Qo'g'in tavuz pishish bilan ba'zi dehqonlar yo'g'on so'kan, ba'zilari taqar ortilgan eshaklarni haydab toqqa minishdi. Temir xalpining yurti Bo'g'az kentidagi dehqonlar 10 kali g'arbisida qo'g'in chiqardi. Yigitlar bu qo'g'inlarni g'arbidan tushirayotganda Qosim qiziq birli sakrab g'arbining sho'tsiga chiqib oldi-da, ularga yordamlashib o'tib, "Xamakdir, xamakdir. Xamak 30 pilakdir. Har xamakning tamsili bir-biridan bo'lakdir" deb varqirashga boshladi. Atrofdagi yigitlarning biri, "Ha, tamsilini qo'shib aytmamsan?" Qosim qiziq bir qo'g'inni qo'liga elib gap boshladi. "Ha,
Ey, ağlımıdın demangla, qoğunu yalğız yemangla. Zidi qoğun uşuqning, tavuz degan sigakning, qari kava o'sirg'aqning, chaqo'g'un o'g'rining, chilgi degan bezgakning, beshak shirin qarni yamanning, qarqash chiroyliqning, ko'kchi nochining, bisivalde pochining, shikar suyi xinimning, aqnavat jinimning, qo'tir ko'kchi ahmaqning, post piyaz qassabning, Ümbüdümbe kazzapning. Xamaktor, xamak 30 pilektor degining qani. 30ga to'shqizolmading go? Dedi aptapda kuyib qaratib ketgan Ansari chaqchaq qilib. Qosim qiziq. Kim yerini sen to'shqiz? Ey Ansari qaraqongoz. Cho'nglar orasida qarab turgan Temir xalpimi qaqaqlab kulib-etdi. Biroq bu kulga uzunga bormay qayg'uga aylandi. Hasad, davosiz dard. U bir o'ttirki, lovuldab yong'anda o'l quruqni tangli ko'ydiradir. Kalila dimnadan elindi. Bu kunlarda Saypung to'xting quliqiga gap xushyoqmaydigan, gelidan g'izo o'tmaydigan, kechalari uxlayolmay yilondek to'lg'inadigan bo'lib qolayotardi. Uning so'zinchoq kelgan sidam yuzi kundan kunga sarg'ayib, pakar reski gavdasi texmi kichiklab ketayotgandek ko'rinadi. Uning o'ziga bo'lsa kimdir biri yuragini chimlayotgandek yoki o'michga o'xshagan bir nima ichiga kirib olib, yurak bag'rini qimib olgandek seziladi. Temir qalbini har ko'rganda uchiga uzilib ketayotgandek bo'lib, rangi o'ngib ketadi-da, kimdir biri uning quliqiga Chapsan bol, nimeni kutib tursan? Endi fursatni o'tkazib etsan, keyingi pushaymon o'zingga dushman bo'lib qolmag'ay. Deyotgandek tuyuladi. Saypung to'xtay oxir chidamadi. U Temir qalbining ata to'rik tarafga bormoqchi bo'lganligini anglab, tong saharda hech kimga ko'rinmay, to'rik yo'lidagi qilin ozg'anligi yoshirindi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Xaldan yetib og'rib qoldi-da, qachongacha turmas. To'g'ri chillimisimi, tong itiverdi. Xaldan bo'lmasimi men bor. Hozir tashqi Mo'ng'ul o'g'rilari quturayotgan bir chog'da harbiy kuchimizni zoya qilmay, davlat mudofaasiga ko'ngil bo'lishimiz kerakdir. Men sizning botirligingizga qoyilman. Qo'mol diyori sizga kichiklik qiladi. Agar bu taklifni ma'qul ko'rsangiz, Urumchiga keling. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdursul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.